Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzu haqida gaplashamanki, bu har birimizning oilaviy byudjetimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni hozir bilmasangiz, ertaga o'zingiz haqli bo'lgan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlarni, imtiyozlarni yoki nafaqalarni shunchaki qo'ldan boy berishingiz mumkin. Bu juda jiddiy masala. Chunki gap sizning farovonligingiz va oilangizning moliyaviy barqarorligi haqida ketmoqda. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir detal muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu sizga hech narsa turmaydi, lekin bizning foydali ma'lumotlarimizni yanada ko'proq insonlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati. O'tmish va hozirgi o'zgarishlar aziz do'stlar, yaqin vaqtgacha ko'plab ijtimoiy himoya to'lovlari, imtiyozlar va ayrim nafaqa turlari asosan fuqarolarning ma'lum bir toifaga mansubligi aniqlangandan so'ng avtomatik tarzda yoki juda soddalashtirilgan tartibda taqdim etilardi. Ko'p hollarda agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz yoki nogironlik guruhingiz bo'lsa, tegishli davlat idoralari siz haqingizdagi ma'lumotlarni o'zaro almashib, sizga belgilangan to'lovlarni hech qanday o'rtacha qog'ozbozliksiz tayinlashga harakat qilishardi. Masalan, ayrim hududlarda kommunal xizmatlar uchun subsidiya avvalroq belgilangan mezonlarga asosan, ba'zan hech qanday qo'shimcha ariza talab qilmasdan avtomatik ravishda hisoblangan. Ba'zi oilalarga bolalar uchun beriladigan nafaqalar ham ma'lum bir davrgacha avtomatik tarzda uzaytirilgan holatlar mavjud edi. Agar oilaning ahvoli o'zgarmagan bo'lsa, biroq bugungi kunda bu tizimda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va mablag'larning aynan ehtiyojmandlarga yetib borishini ta'minlash maqsadida ko'plab ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlarni olish tartibi o'zgartirildi. Endilikda, hatto siz avvalroq bunday to'lovlarni olgan bo'lsangiz ham yoki endi olish huquqiga ega bo'lgan yangi toifaga kirsangiz ham, aksariyat hollarda majburiylik tartibda ariza topshirishingiz shart. Agar siz ariza bermasangiz, davlat idoralari sizning haqingizdagi ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lganiga qaramay, sizga hech qanday qo'shimcha to'lov yoki imtiyozni tayinlamasligi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy sabablaridan biri byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lgan insonlargagina yordam berish, shuningdek turli xil suiiste'molliklarning oldini olishdir. Endilikda sizning faol ishtirokingiz, ya'ni arizangiz bu jarayonning eng muhim qismiga aylandi. Davlat o'z fuqarolaridan o'z huquqlarini bilishni va ulardan foydalanish uchun rasmiy murojaat qilishni kutmoqda. Bu shunchaki bir bürokratik talab emas, balki tizimning yanada adolatli va manzilli ishlashini ta'minlashga qaratilgan fundamental o'zgarishdir. İlk kesim, batafsil tahlil, nimani bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q, keling bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Qanday qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar haqida gap ketyapti va kimlar bunga diqqat qilishi kerak? Birinchi misol, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam va bolalar nafaqalari. Avvalroq, agar siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ba'zi hududlarda bolalar nafaqalari va moddiy yordam avtomatik tarzda uzaytirilishi mumkin edi. Biroq hozirda deyarli barcha joylarda bu tizim o'zgarib, har 6 oyda yoki 1 yilda oilaning daromadi va tarkibi o'zgarmagan bo'lsa ham qayta ariza topshirish majburiy hisoblanadi. Misol, farzandingiz bor, ishingiz va daromadingiz kamaygan. Sizda 3 ta voyaga yetmagan farzand bor. Eringizning oylik ish haqi 2.500.000 so'm. Siz uy bekasisiz. Avval siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan edingiz va har oyda 300.000 so'm bolalar nafaqasi olib kelardingiz. Lekin 6 oy o'tgach arizangizning muddati tuganisiga hech kim eslatmadi. Siz o'zingiz bu haqida bilmasangiz, shunchaki ariza bermasangiz, keyingi 6 oy davomida siz 1.200.000 so'm, 6 oy 300.000 so'm miqdoridagi nafaqani olmaysiz. Bu sizning oilangiz byudjetiga katta ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa bolalarni o'qitish va ularning ehtiyojlarini qondirish masalasida. Shuningdek, kommunal to'lovlar bo'yicha beriladigan subsidiyalar ham tez-tez yangilanishni talab qiladi. Agar sizning oilangiz a'zolarining umumiy daromadi bir kishiga to'g'ri keladigan eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz ushbu nafaqani olish huquqiga egasiz. Lekin bu huquqdan foydalanish uchun yuqorida aytilganidek, siz doimiy ravishda tegishli organlarga murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchi misol, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan
qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar. Nogironlik nafaqalari tayinlanishi odatda doimiy bo'lsa-da, ba'zi qo'shimcha imtiyozlar. Masalan, sanatoriy kurortlarda davolanish uchun yo'llanmalar, dori-darmonlar uchun kompensatsiyalar, kommunal xizmatlarga chegirmalar muddatli bo'lishi va har safar yangi ariza yoki hujjatlar paketini talab qilishi mumkin. Misol, bir guruh nogironligi bo'lgan pensioner fuqaro Ahmad aka. Ahmad aka har oyda nogironlik nafaqasini oladi. Biroq u har yil beriladigan sog'lomlashtirish uchun bepul yo'llanma olish huquqiga ega ekanligini bilmas edi. Bu yo'llanmani olish uchun u har yili pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga maxsus ariza bilan murojaat qilishi kerak edi. Ahmad aka bu tartibdan bexabar bo'lgani uchun so'nggi 3 yilda har bir o'rtacha 5 ming so'm turadigan 3 ta yo'llanmani qo'ldan boy berdi. Jami 1000 so'mlik imkoniyatni o'zining bilmasligi tufayli yo'qotdi. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotish, balki sog'ligini yaxshilash imkoniyatidan ham mahrum bo'lishdir. Uchinchi misol, energoresurslar uchun subsidiya. Aytaylik, yangi davlat dasturiga ko'ra, qishloq joylarda yashovchi va o'z uylarini tabiiy gaz bilan isituvchi kam ta'minlangan oilalarga har qish faslida 500 ming so'm miqdorida bir martalik subsidiya berilishi belgilandi. Bu pul aynan qish mavsumida gaz to'lovlarini qoplashga yordam beradi. Misol, qishloq joyda yashovchi, 2 ta kichik bolasi bor oila boshlig'i Dilshod. Uning oylik daromadi 2000 ming so'm. Ular ushbu subsidiya uchun to'liq mos keladi. Biroq Dilshod bu haqida televideniyadagi bir kichik e'lonni ko'rmagan, internetdan foydalanmaydi va mahalladan ham hech kim unga bu haqida aniq ma'lumot bermagan. Natijada u ariza bermadi. Qish tugadi. U gaz uchun to'lovlarni katta qiyinchilik bilan qarzga botib amalga oshirdi. Bu oila o'zining huquqiy bilimsizligi tufayli 500 ming so'mlik moddiy yordamdan mahrum bo'ldi. Bu summa uning oilasining bir oylik kommunal to'lovlari yoki bolalarining oziq-ovqat xarajatlarining sezilarli qismini qoplashi mumkin edi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan, kam ta'minlangan deb tan olingan oilalar, yolg'iz onalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, pensiya yoshiga yetgan fuqarolar, ko'p bolali oilalar va turli ijtimoiy dasturlarga mos keladigan boshqa imtiyozli toifadagi fuqarolar doimiy ravishda o'z huquqlarini kuzatib borishlari va belgilangan tartibda ariza berishlari shart. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifaga kiruvchi har qanday inson bo'lsangiz, demak, bu ma'lumot aynan siz uchun juda muhimdir. Har qanday yangi qonun yoki qaror e'lon qilinganda, darhol uning sizga tegishli qismini o'rganishga harakat qiling. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning daromadingiz qonun hujjatlarida belgilangan eng kam iste'mol xarajatlardan yuqori bo'lsa, sizning oilangizda kam ta'minlanganlik holati mavjud bo'lmasa va siz biron bir imtiyozli toifaga kirmasangiz, u holda ko'pchilik holatlarda sizga ushbu qo'shimcha to'lovlar taalluqli bo'lmaydi. Masalan, agar siz yuqori maoshli ishga ega bo'lsangiz va moddiy jihatdan qiynalmangiz, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar yoki ijtimoiy himoya subsidiyalari sizga tegishli emas. Biroq, hatto shunday holatda ham davlat tomonidan e'lon qilinayotgan yangi ijtimoiy dasturlarni kuzatib borish foydadan xoli emas. Balki sizga mos keladigan boshqa turdagi imtiyozlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, energetika samaradorligini oshirish bo'yicha dasturlar doirasida beriladigan imtiyozli kreditlar yoki shunga o'xshash yordamlar. Ikki qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi. Bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi va o'zingiz haqli bo'lgan mablag'larni yo'qotishdan saqlaydi. Qoidalardagi istisnolar, ba'zi to'lovlar hali ham avtomatik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Odatda bu insonning holati umrbod bo'lgan yoki uzoq muddatli bo'lgan hollarda kuzatiladi. Masalan, juda og'ir nogironlik guruhi bo'yicha doimiy tayinlangan pensiya yoki bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar. Bu holatlarda insonning holati tez-tez o'zgarmasligi sababli har safar ariza berish talab etilmaydi. Biroq, hatto bunday holatlarda ham davlat dasturlarida yangi qo'shimcha imtiyozlar paydo bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda, bu shaxslar ham vaqti bilan tegishli idoralardan ma'lumot olishlari zarur. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslarga xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodimlar orqali yangi imkoniyatlar haqida bilib olishlari mumkin. Shuningdek, ba'zi bir favqulodda vaziyatlarda
Masalan, tabiiy ofatlar natijasida jabrlanganlarga bir martalik yordam, davlatning maxsus qarori bilan ariza berish talab etilmasdan jabrlanganlar ro'yxati asosida to'lovlar amalga oshirilishi mumkin. Lekin bu holatlar juda kam uchraydi va umumiy qoidaga nisbatan istisno hisoblanadi. Tuzoqlar va umumiy xatolar, noto'g'ri hujjatlar yoki ularning to'liqsizligi eng ko'p uchraydigan muammo. Odamlar ko'pincha barcha kerakli hujjatlarni to'liq tayyorlamasdan ariza berishadi. Masalan, oila a'zolarining pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar kabi. Hatto bitta hujjatning yetishmasligi ham arizani rad etishga yoki ko'rib chiqish muddatini sezilarli darajada cho'zib yuborishga olib keladi. Ayniqsa, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bu yerda ish joyidan olingan oxirgi 2 oylik daromad haqidagi ma'lumotnoma yoki bandlikka ko'maklashish markazidan olingan ishsizlik holati haqidagi ma'lumotnoma kabi hujjatlar juda muhim. 2. Muddati o'tgan arizalar. Ko'plab nafaqalar va imtiyozlar ma'lum bir muddat, masalan 6 oy yoki 1 yil beriladi. Muddat tugashidan oldin qayta ariza bermaslik to'lovlar to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik menga har doim kelgan-ku, bu safar ham kelar deb o'ylaydi. Ammo bu yangi tizimda ishlamaydi. Siz bu muddatlarni o'zingiz kuzatib borishingiz kerak. 3. Ma'lumotlarning noto'g'riligi. Arizada yoki hujjatlarda ataylab noto'g'ri ma'lumot ko'rsatish nafaqat arizaning rad etilishiga, balki keyinchalik huquqiy javobgarlikka tortilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Hatto kichik xatolar, masalan, raqamni noto'g'ri yozish ham muammolar keltirib chiqaradi. Doim barcha ma'lumotlarni 2 marta tekshiring. 4. O'zgarishlar haqida bilmaslik. Qonunchilik va tartiblar muntazam ravishda o'zgarib turadi. Bu o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar topmaslik ba'zan sizning arizangizni eskirgan qoidalar bo'yicha topshirishingizga olib keladi va bu ham rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlarining e'lonlari yoki mahalliy hokimiyat organlarining yangiliklarini kuzatib boring. Noaniq nuanslar qo'shimcha to'lovlar muddatli hisoblanishi ko'pgina qo'shimcha to'lovlar o'tgan davr uchun emas, balki ariza berilgan oydan boshlab hisoblanadi. Ya'ni agar siz o'zingiz haqli bo'lgan pulni 6 oy kechikib topshirsangiz, siz o'tgan 6 oy uchun to'lovni olmaysiz. Faqat ariza topshirgan oydan boshlab to'lanadi. Bu juda muhim nuans, chunki u sizning moliyaviy yo'qotishingizni anglatadi. Ba'zi istisnolar mavjud bo'lib, ular sud qarori bilan yoki qonunda aniq belgilangan hollarda o'tgan davr uchun to'lanishi mumkin, ammo bu kamdan kam uchraydi. 2. Sharoitlarning o'zgarishi. Agar siz nafaqa olib turgan paytingizda oilaviy sharoitingiz, daromadingiz yoki oila tarkibingiz o'zgarsa, masalan, yangi ishga kirdingiz, oila a'zosi vafot etdi, yangi farzand tug'ildi. Bu haqda tegishli organga xabar berish majburiy. Agar bu haqda xabar berilmasa va keyinchalik aniqlansa, ortiqcha to'langan pullarni qaytarish talab qilinishi mumkin. Hatto huquqiy javobgarlik ham yuzaga kelishi mumkin. Raqamli va shaxsan ariza berish. Hozirda ko'plab xizmatlar onlayn tarzda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali May orqali ko'rsatilmoqda. Bu vaqtni tejaydi va qulay. Biroq ba'zi murakkabroq ishlar yoki zarur hujjatlarning originalini taqdim etish talab qilingan hollarda shaxsan davlat xizmatlari markazlariga yoki pensiya jamg'armasi bo'limlariga borish zarur bo'lishi mumkin. Onlayn ariza berishda texnik muammolar yoki elektron imzoning yo'qligi ham ba'zi odamlarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Onlayn ariza berish imkoniyatidan foydalana olmasangiz, shaxsan murojaat qilishdan tortinmang. 4. Hududiy farqlar. Garchi ko'pchilik qoidalar respublika miqyosida bir xil bo'lsa-da, ba'zi bir kichik imtiyozlar yoki mahalliy yordam dasturlari hududlarga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, viloyat yoki tuman hokimliklari tomonidan tashkil etilgan maxsus ijtimoiy himoya jamg'armalari orqali beriladigan yordamlar. Bu haqda o'zingizning mahalla fuqarolar yig'iningizdan yoki tuman shahar hokimligining ijtimoiy masalalar bo'limidan aniqlik kiritishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Sizning harakatlar rejasi. Bu qadamlar sizga hech qanday qo'shimcha to'lovlarni yoki imtiyozlarni qo'ldan boy bermasligingizga yordam beradi. Bir qadam axborotni to'plash va holatingizni baholash. Birinchi navbatda o'zingizning ijtimoiy holatingizni aniq baholang. Siz kam ta'minlanganmisiz? Nogironligingiz bormi? Pensiyaga chiqdingizmi? Ko'p bolali oilamisiz? Oilangizning jami daromadi har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan miqdori qancha? Keyin
Davlatning ijtimoiy himoya sohasidagi so'nggi yangiliklari va qonunlarni o'rganing. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lexus saytidan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mybank.uz dan, shuningdek mahalliy hokimliklarning rasmiy veb saytlaridan yoki yangiliklar kanallaridan olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda mahallangizdagi hokim yordamchisi yoki xotin-qizlar faoli ham sizga kerakli ma'lumotlarni taqdim eta oladi. Ular bilan bevosita bog'lanishdan tortinmang. 2 qadam kerakli hujjatlarni to'plash. Bu jarayonning eng muhim va ko'p vaqt talab qiladigan qismi. Hujjatlaringiz to'liq va tartibli bo'lishi shart. Quyida eng keng tarqalgan hujjatlar ro'yxati keltirilgan. Pasport nusxasi. O'zingizniki va oilangizning voyaga yetgan a'zolarining pasport nusxalari. Asal nusxasi ham yoningizda bo'lsin. Pasportingizning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar nusxasi. Voyaga yetmagan farzandlaringiz uchun. Nikoh guvohnomasi nusxasi oilaviy holatingizni tasdiqlash uchun. Agar ajrashgan bo'lsangiz, ajrashish haqidagi guvohnoma yoki sud qarori. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Oxirgi 12 oy davomida siz va oilangizning ishlaydigan a'zolar olgan daromadlar haqida ish joyidan ma'lumotnoma. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsizlik nafaqasi olganligingiz yoki ish qidiruvchi sifatida ro'yxatda turganingiz haqida ma'lumotnoma. Agar siz yuridik shaxs bo'lmasdan yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, soliq organlaridan daromadingiz haqidagi ma'lumotnoma. Kadastr hujjatlari nusxasi agar mavjud bo'lsa, uy joyga egalik huquqi to'g'risida. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi TMIK xulosasi. Kommunal to'lovlar uchun qarz yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma. Ba'zi subsidiyalar uchun talab qilinishi mumkin. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari, nafaqalar va to'lovlar o'tkazilishi uchun. Ko'pincha bank kartasi raqami ham yetarli bo'ladi. Qo'shimcha hujjatlar. Ba'zi bir maxsus imtiyozlar uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, sanatoriyaga yo'llanma uchun shifokorning yo'llanmasi. Barcha hujjatlarning asl nusxalari hamda ularning to'liq va aniq nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda hujjatlarning elektron ko'rinishi ham talab qilinishi mumkin. 3 qadam. Arizani topshirish. Qayerga murojaat qilish kerak? Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam va bolalar nafaqalari uchun odatda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali. Shuningdek, my.gov o'z portali orqali onlayn ariza berish imkoniyati ham mavjud. Pensiya va nogironlik nafaqalari uchun qo'shimcha to'lovlar, pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari, kommunal xizmatlar subsidiyalari, mahalliy davlat xizmatlari markazlari yoki tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning hududiy bo'limlari. Arizani qanday yozish kerak? Ko'pgina hollarda arizalar uchun standart shakllar mavjud. Siz shunchaki ushbu shakllarni to'ldirasiz. Agar mustaqil ariza yozish kerak bo'lsa, aniq, tushunarli va qisqa yozishga harakat qiling. Murojaat qilayotgan organni o'zingizning ma'lumotlaringizni, ish, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami va qanday turdagi yordam yoki to'lovni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Arizani topshirish muddati. Bu har bir imtiyoz turiga bog'liq. Ba'zilarini yil davomida istalgan vaqtda topshirish mumkin bo'lsa, ba'zilarining aniq belgilangan muddatlari bo'ladi. Masalan, qishki isitish mavsumi boshlanishidan oldin. Har doim muddatlarni aniqlashtirib oling va imkon qadar erta topshirishga harakat qiling. 4 qadam. Arizaning holatini kuzatish va nazorat qilish. Arizani topshirgandan so'ng sizga ro'yxatga olish raqam beriladi. Bu raqam orqali sizmang. Gov.uz portalida yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Agar ma'lum bir muddat ichida javob kelmasa yoki rad javobi olsangiz, uning sabablarini aniqlang. Ehtimol qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi yoki kichik xato bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda huquqshunos maslahatiga murojaat qilishdan yoki yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilishdan tortinmang. Masalan, tuman hokimligining murojaatlar bo'limiga yoki Adliya vazirligiga murojaat qilishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy xitob. Aziz tomoshabinlarim, umid qilamanki, bugungi videomiz sizga juda foydali bo'ldi. Yodingizda tuting, davlat sizga yordam berishga tayyor. Lekin buning uchun siz o'zingiz ham faol bo'lishingiz va o'z huquqlaringizdan xabardor bo'lishingiz kerak. Ariza bermasangiz sizga teklif bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar va nafaqalarni shunchaki qo'ldan boy berishingiz mumkin.
Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki harakatga chorlovdir. Bugundan boshlab o'zingizning va oilangizning moliyaviy farovonligi uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling. Barcha kerakli hujjatlarni to'plang va arizangizni o'z vaqtida topshiring. Hech qachon imkoniyatlaringizni qo'ldan boy bermang. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki qandaydir vaziyatga tushgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz albatta ularga javob berishga harakat qilamiz. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ulashing, chunki bu ma'lumot boshqalarga ham juda muhim bo'lishi mumkin. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakdagi muhim videolarni o'tkazib yubormaysiz. Salomat bo'ling.